Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz suyuq holatdagi tabiiy gazni tashuvchi tankerlar haqida o'rganamiz. Ma'lumki, tabiiy gazning asosiy qismi metan hisoblanadi. Biz tabiiy gazni -162 gradusgacha sovutganimizda ushbu metan suyuq holatga o'tadi va tabiiy gazning hajmi 600 martagacha kamayadi. Bu esa bizga katta miqdordagi tabiiy gazni kichik hajmga ega bo'lgan tankerlarda tashish imkonini beradi. Bu yerda tankerning tuzilishi, ya'ni sferik ko'rinishda, shar ko'rinishda. Buning asosiy sababi sferik ko'rinish yuqori bosimga chidamli hisoblanadi. Tankerning mana bu yerda suyuq tabiiy gaz yuklanadi. Chekka qismida esa suyuq azot yuklanadi. Ya'ni bu yerda azotning vazifasi tabiiy gazni suyuq holatdan gaz holatga o'tmasligini, bosim ortmasligini oldini olish va inert atmosfera hosil qilib, yong'in chiqishini oldini olish hisoblanadi. Endi esa biz qanaqa ko'rinishda suyuq tabiiy gaz yuklanishini o'rganamiz. Bu yerda bir nechta liniyalar bor. Har bitta liniyani o'zining vazifasi bor. Pastda esa nasoslar ham mavjud. Asosiy liniya mana bu yerda to'ldiruvchi, suyuq tabiiy gazni yuklovchi liniya hisoblanadi. Shuningdek, tanker ichida havo mavjud bo'lishi mumkin, ya'ni nam havo. Nam bu yerda kristallardan muz holatga o'tadi va hajm egallashi mumkin yoki quvurlarning ichida tiqin hosil qilishi mumkin. O'shani oldini olish uchun issiq havo haydaladi. Issiq havo nam havoni siqib chiqaradi. Mana quruq havo. Quruq havoni esa biz inert gazlar orqali, misol uchun azot yoki karbon angidrid qo'shgan gazlar orqali chiqarib tashlaymiz tanker ichidan. Yana nozillar bu yerda, purkovchi nozillar mavjud. Ushbu purkovchi nozillar mana sovuq tabiiy gazni purkaydi. Natijada inert gaz og'irroq bo'ladi, pastdan chiqib ketyapti tepaga qarab. Atmosferaga chiqarib yuboriladi. Bu hali suyuq holatdagi tabiiy gaz emas. Qisman sovutilgan holatdagi. Mana bu yerda minus haroratga ega, mana -9 gradusgacha ega bo'lgan tabiiy gaz sekin-sekin purkab berilaveradi. Sababi birdaniga suyuq tabiiy gaz yuklansa, metallar deformatsiyaga kuzatilib, tankerda liklar deydi, ya'ni tirqishlar hosil bo'lishi mumkin. O'shani oldini olish uchun birinchi tankerni sovutib olib, keyin mana suyuq holatdagi tabiiy gaz yuklanadi. Ma'lumki, tanker harakat davomida ushbu tabiiy gazning bir qismi suyuq holatdan gaz holatga o'tadi. Mana qizish evaziga qaynaydi. Bu esa tankerning ichida yuqori bosim hosil qiladi. O'shani oldini olish uchun ushbu chiqqan gazni biz bir qismini olamiz va hozir ko'rsatib beradi bu yerda. Qaytadan Joule-Thomson effektiga o'xshatib yoki ishlovchi, ya'ni Joule-Thomson effektida ishlovchi Drossy klapan yoki turbidinator qurilmasi orqali sovutib, yana tankerga yuklaydi mana. Sovutuvchi qism mana. Bo'layapti. Mana sovutuvchi qismda turbidinator yoki kichik ko'rinishdagi Drossy klapan kompressor mavjud. Ushbu gazni yana suyuq holatga o'tkazib yuklaydi tankerda. Va bu yerda tankerdan bo'shatib olinishi tabiiy gazni